Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan fizika fanidan 8-sinflar bilan tokning magnit maydoni mavzusida o'sha tajribani qilib ko'ramiz. Tokning magnit maydonini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Buning uchun bizga nima kerak? G'altak, uramlar g'altak va kalit va tok manbai. 12 voltlik mana tok manbayimiz bor va kalitimiz bor va g'altak. Bu tajribani birinchi bor buyuk fizik Ersted tomonidan kashf qilingan. O'sha o'tkazgichdan tok o'tganda uning atrofidan magnit maydon hosil bo'lishini birinchi marta o'sha Ersted isbotlab bergan. Ana o'sha tajribani biz ham qilib ko'ramiz. Albatta Ersted birinchi faqat o'tkazgichda tok o'tganida magnit maydon borligini aytib o'tgan bo'lsa, undan keyin Ersted tajribasidan keyin yana ikkita fizikimiz 1820-yilda fransuz fiziklari Andrey Marie Ampere bilan Dominique François Arago o'sha o'tkazgichlarni nima qilgan? Uramlar qilgan. O'sha simlarni uraganda, undan tok o'tkazganda yana ham unda kuchli magnit hosil bo'lgan. Demak, mana shuni hozir sizlar bilan tajriba asosida ko'rib chiqamiz. Rahmatulloh O'zbek bilan bugun o'sha tajribani qilib ko'ramiz. Mana bizda o'sha tok manbai bor, o'sha g'altak uramlarli, uralgan simli g'altakimiz ham bor va kalit hozircha uzilgan holatda turibdi. Uzilgan holatda demak magnit maydon hosil bo'ladimi? Yo'q. Magnit maydon hosil bo'lmaydi. Demak, mana qanday ishlab qo'yganchi? Bormi magnit maydon? Qo'yib olguncha. Demak, mana bunday qilib qo'yib olsak, chiqib ketyaptimi mana? Demak, hozircha kalit ulanmagani uchun magnit maydon yo'q bu yerda. Endi tajribani qanday qilamiz? Birinchi mana qo'yapsiz, yo'q. To'g'ri, endi nima qilasiz? Kalitni qo'shamiz. Mana qo'shdingizmi? Demak, qani qo'yib oling. Nima bo'lyapti? Demak, magnit maydon hosil bo'lyapti va o'ziga tortib turibdi. Endi kalitni sekin o'zingchi nima bo'ladi? Kalitni o'zgartiringizlar. Magnit maydon sekin bo'lyapti. Endi karomatlar demak, magnit maydon hozircha yo'q. Demak, endi kalitni keragiz tushunasizmi? Magnit maydon bo'ldi, hosil bo'ldi. Demak, endi kalitni o'zamiz. Demak, magnit maydon hosil bo'lyapti. Shundan demak, nima qilsak mumkin? Elektr toki o'tganida, o'tkazishlarda uning atrofida magnit maydon hosil